Assalomu alaykum. Kitap o'qish munbiri Avlodlar to'rbetiga xush keldingiz. Men Nuriya Rahman. Bugun men Italiyaning Lac Maggiore, ya'ni Cho'ng ko'l degan rayonida aylanib yurdim. Bu rayon, ya'ni bu ko'l nihoyatda danliq Italiyaning ikkinchi cho'ng ko'li hisoblanadi. Ko'limi 220 kvadrat kilometrdan oshadi ekan, bo'libmi 40 necha kilometr doirasi Shveysariyaning Tessin rayoniga tutishadi. Bugun biz bir botanik bog'chisiga kelgan. Bu botanik bog'chisida 20 mingdan ortiq o'simliklar bor ekan. Dunyoga dangliq bo'lish haqiqatan bekor emas ekan. Odatda men biror yerga sayohatga borsam cho'qim bir o'qishlik elib olatdim. Bugun bu yerga tayyorlab kelgan o'qishliqim ajoyib bir mos keldi deb o'ylayman bugungi ruhiy holatimga, ta'sirotlarimga. U bo'lsa-mu, biz ularni kechirib yetaylik. Abdori Yarg'ul. Bugun biz bu hayot bizlarga bergan mehrsiz qurlarni o'chirib yetaylik. Dil azar qildi ko'p odamlar, ammo ko'nglim biz ularni kechirib yetaylik. Birovning yilondek chaqqonligi rost. Bizni to'rt tangiga sotganligi rost. Oxiri ularning insonligi rost. Ko'nglim biz ularni kechirib yetaylik. Qishdanmi sovuq yuz ko'zlarni ko'rdik. Goh to'hmat cho'lida yegani yurdik. Mehrdan yaraldik, sevgidan kuldik. Ko'nglim biz ularni kechirib yetaylik. Qisqa bir lahzamiz etilgan o'qmiz. Tongdagi sayyohmiz, shamgacha yo'qmiz. Sexiylik bilan qut baxtga to'qmiz. Ko'nglim biz ularni kechirib yetaylik. To'zoqlar qurdi ko'p yiqitmoq uchun. Qasd qildi azoblar tetitmoq uchun. Oqibat sabablar tepishmoq uchun. Ko'nglim biz ularni kechirib yetaylik. Birlari gunohni bilmay yurishar. Biz qancha yig'lasak, shuncha kulishar. Har odam niyatga biqib erishar. Ko'nglim biz ularni kechirib yetaylik. Qaltis she'ri haqiqatanmi hayotimizda bizga azob elib kelgan kishilarni kechirib yetish o'zimizni bir xil ruhiy azobdan qutuldirish uchundir. Shunday emasmi? Oxirida huzuringizga bu bog'chada ko'rgan shu go'zal manzillardan sunaman. Bahra og'aysizlar, xayri xo'sh, omon bo'laylik. Kelar qitimliq programmamizda ko'rishaylik. Xayri xo'sh. Ma o'rindiqmi xuddi meni saqlab turgandek turibdi ekan, shunchalik xursand bo'ldim. Botanik bog'chisi bo'lsa cho'qim bir ko'rman. Bu yerdagi botanik bog'chisi bek dangliq deydi. Qani ko'raylik.
kishi şu bağның qorğuchisi ekan. 1884-yili tug'ilib, 1964-yili 80 yaşında vafot bo'lgan ekan. Keyin bu bağni İtaliyaga, davlatga hariya qilgan ekan. Ajoyib chiroyli bog' ekan bu. Ajoyib sehiy insonlar bo'ldi, ha? Hayat vaqtida ulug' esli ishlarni qildi. Tugab ketgandan keyin mana shunday yaxshi iznalarni qoldirdi. Yaxshi niyatlik, yaxshi fazilatlik, xislatlik kishilarniki ömrü uzun bo'lsin. Ma daraxtni ko'rib ajoyib bir xil tuyg'uda bo'ldim. Bütün insanlar odam maddi bilan havo anadan turalgan. Shularning avlodlarimiz keyin eriqlardan yana turkumlarga ayrilib xuddi shu daraxtdek. Bu daraxtninki yeshini 100 yildan ortiq deb tushuntiribdi. Bak, ma güzellikni. Bulduk. Men bekli yaxşı gördüm. Sizlərni mən tartqan sırlardan bəhrəxan boluşunlar tiləkləşim. Xeyr xoş, aman bolaydı. Bu rayonga qayıtıb gəlsəm, çoxum bu bağçağa yana bir